Bugun iftorlikka nima taom tayyorlasam ekan deb boshingiz qotib o'tiribdimi? Aynan shu taomni tayyorlab ko'ring, oila a'zolaringizning duosiga qolasiz. Yumshoqqina mazali taom tez hazm bo'ladi. Yog'siz qiymaga bitta kartoshka, bitta piyozni qirg'ichdan chiqarasiz maydasidan va tuxum, non talqoni, tuz, pripravalarni solib yaxshilab aralashtirasiz. Tayyor bo'lgan kotletni yumaloq qilib shakl berib chiqamiz. Xohishga qarab yana uzunchoq shakl bersangiz ham bo'ladi. Qizib turgan tovaga yog' solamiz va kotletlarni har tarafini qizartirib olamiz. Kotletlarni hammasini pishirib olish shart emas, qolgani qozonda pishadi. Uyda qanday bolgarskiy bo'lsa, hammasini turburchak shaklda to'g'rab olamiz. Menda 3 xil bolgarskiy bor edi, shularni ishlatdim. Pomidorni ham xuddi shunday qilib mayda qilib to'g'rab olamiz. Qozonga yog' solib, yog' qizigandan keyin kartoshkalarni qovurib olamiz va ketidan bolgarskiy, pomidor, piyoz hammasini solamizda tomat pastasi qo'shib yaxshilab qovurishda davom etamiz. Qovurilgan massamizni ustiga oldindan qovurib qo'yilgan kotletlarimizni solamiz va ko'mguncha suv solamizda yarim soatga dimlab qo'yamiz. Mana bizning mazali taomimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring, ro'zadorlarning duosiga qolasiz.